keling. Mana. O'rtog'imdan nima pul oldingiz? Qalaysiz, Matina, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tizimiz. Men sizga aytganman-ku, o'rtoqlarim kelsa pul olmayin deb, tavba. Necha marta aytaman? Mayli, pensiya o'zim bepulga beraman, xo'pmi? Mayli, endi bilmadi-da, tanimay qoldi sizni. Menga xarajatingiz hamma yo'q o'zimdan, xo'p? Magazinda bo'lsam bo'ldi. Bo'pti, yaxshi boring. Tavba, o'rtog'ini oldi meni sharmanda qilganini qaranglar. O'zi hech kimga qarzga berma, u otammi, u qarindoshimmi deydi. Tavba qildim men. Hozir qarab turdi, mana shoshmay tur. Hozir adovini beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dildoraxon, qalaysiz? O, xarajatni zo'r-yu, ha? Hisoblab bering. Ha, bo'ldi. Hisoblashni kerak yo'q. Sizga hammasi tekin, ha? Voy, nimaga? Onam pulini beraman, hisoblang. Voy, yo'q, Umid opam aytdilar. Hamma yo'q, mani jigarlarimga, yaqinlarimga, o'rtoqlarimga hamma yo'qni tekin qilib berdi dedi-da. Sizga hammasi tekin. Bugundan mana bemalol olib ketavering. Voy, tavba.